Всем приветик, qizlar. Bugun sizlar bilan Get Ready With Me olamiz. Olmagan ancha bo'lib ketibdi. Xullas, birinchi shunaqa futbolочка kiyamiz, ya'ni mana dvoyka. Birinchi futbolkamni dazmollab olishim kerak edi. Dazmollamayman. Keyin videoda ko'raman g'ijimligini, uzr. И mana ishtonni ham kiyib olamiz-da. Вот так sakrab kiyib oldik. Xullas, shunaqa. Ana endi biza sochimizni qilishimiz kerak bo'ladi. Sochimga esa shunaqa krabik taqib olaman. Ya'ni krabikda yig'ib olaman. Like va podpiska bosib turinglar va men cholkalarimni невидимка taqib olaman. Вот так qilib oldim. Sizlar yaxshi ko'rmagan. Oyim obraz shunaqa yashil. Nejninki mekap ham qolamiz. Kiprigimga oziqlantiruvchi tushdan suraman. Halam tegagan yo'q. Da like va podpiska bosinglar iltimos. Instagramda menta bo'linglar va atram sevib olaman. Mana shu kofta yomon g'ijin ko'rinibdi. Nahotki bilmadim shuni. Ну, okey, ahamiyat bermaysizlar degan umiddaman. Va qo'limga antiseptik ham sevib olamiz. Просто sepdim, ko'rib qoldim, sepkim keldi. O'zi tagdali sepmayman ko'pincha. Sizlarni yaxshi ko'raman. Вот bantikcha ham taqib oldim. Oyim sochimni olib qolibdilar. Rezinkada birinchi yig'ib oldim. Va mana nimadirlar qilganman. Xullas, nimadirlarni ko'rsatibman. Sizlarni yaxshi ko'raman va oyog'imga oddiygina tapchika kiyib oldim. Chunki Toshkentda emasman, hozir Toshkentda krossovkalarim qolib ketgan va shu olib kelishimdan tushib ketgan. Chunki bu kiyimni shu yerda oldim. Bilmaganman shu unaqa kiyim olishimni. Shuning uchun ham va mana shunaqa chiroyli gul ko'rib qoldim. Ya'ni biza birinchi iyun kuni bolalar kuniga parkka chiqdik. Всем пока, sizlarni yaxshi ko'raman.